Ko'z ochdi tong sahar, oynada zaif shu'la yonida yotardi yigit mast uyqudan turmagan. Qo'shni xonadagi TV eshitilarda ashula, og'irdi boshi qattiq buzilgandi turmagan. Kiyimlarin qidirardi, yig'lardi, baqirardi, jahlda o'zini tutolmay yigitni uyg'otardi. Tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas. Afsus hayot barbod, o'ziga kela olmasdi. Shirkandi o'zidan qiz toptaldi nomusi ora, qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori. Onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi, bu ahmoq qiz kecha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishib bir-biriga ustun keldi xirsdami. Qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dars ona terdi qizning dugonasini onasin raqamin. Javob keldi u tarafdan qiziz biznikida emas. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot. Uyat sharmanda hayoni oyoq ostiga bosding, chora topilmadi, bitta o'zing osting. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot.